Ana sizga savol jiyan. Ha. Buna nechi pul? 10 ming. Ha 10 ming, mana 10 ming. Ha 10 ming. Ha buna nechi so'm? 20 ming. Dükkan qo'shsa nechi so'm bular? 30 ming bular. Ha, bunachi? 2 ming. Buna 2 ming nechi so'm? 4 ming. Ha bu qo'shsa nechi so'm bular? Ha shu. 6 ming. Yo'q, qo'shsa nechi so'm bular? Mana shu 20 ming, 30 ming. Buna qo'shsa nechi pul bular? 40 ming. 40 ming. Qayerdan 40 ming bular? Buna 2 ming so'm. Ha. Buna 2 ming so'm. Nechi so'm bular dükkan qo'shsa? 60 ming. Yo'q, bo'lmasa pul yo'q. Qazil. 60 ming. Hozir sen ayt, bek. Voy. Mana, buna nechi so'm? 20 ming. Buna nechi so'm? 30 ming. Buna qo'shsa nechi so'm bular? 12 ming. Yo'q, sen savol. Nechi pul mana shu? Qo'shsa nechi pul? Voy. 40 ming bular. Buna 10 ming, buna 20 ming. Qo'shsa nechi so'm bular? 21 ming. Yo'q. 42 ming. Dükkanga pul yo'q bo'lmasa. O'zingiz ayting qani? Yo'q, men. Uchidan aytsangiz? Yo'q, men. Uchidan. Buna 20 ming. 20 Buna ming. 30 ming. Buna 2 ming so'm qo'shsa nechi so'm bular? Siz ayting qani? Men o'ysam nima qilaman? Men 32 ming bo'lar buni. Mayli, men aytdim. Ha, bo'ldi. Buni 2 ming yana qo'shsa nechi so'm bular? 33 ming. Tentak buna 2 ming so'm. Buni 2 ming. Nechi pul bular? Voy. Buna nechi so'm? 32 ming buna qo'shsa nechi so'm bular? 2 ming so'm buna. 14 ming. 33 ming dedim. Ha, o'lib qoldi. Dükkanga pul yo'q bo'lmasa. Mana, pul mana neda pul? Katta puldan ber. Yo'q, katta pul emas, katta pul seni. Ha, endi bo'ling. Qara, hamichi buna 10 ming. Buna 10 ming. Ha. Buna qo'shsa nechi so'm bular? 6 ming. O'pshi nechi so'm bo'ldi? 7 ming. Hatta qalaga sizgilar, yikaga pul yo'q. Yo'q, aytingda o'zingiz ayting qani? Yo'q, o'zingiz. Mana pul. O'zingiz ayting. Mana pul. Ha, ayting, ha.